Assalomu alaykum azizlar. Mana Xudo xolasa navbatdagi xonadonimizda Farg'ona viloyati Rishton tumani Chekinasriddin qishlog'imizda, o'zimizda tug'ilib o'sgan qishlog'imizda mana shu ishlarni berdik, bitirib chiroyli qilib. Azizlar, bu xonamizda o'sha ustalarimiz tayyorlab, shpagolovkalar, tegalarni tayyorlab qo'yishgan ekan. Biz bu yerda faqat atachentozni tortib, qolgan ventsenkalarni qilib berdik. Mana tillolarni yopishtirib berdik. Ramkalar ichiga qumlar atachentu urilgan, mana patologlarda ham qumlar atachentu urilgan. Yonlarida qumsiz atachentu. Xullas, betimizda o'sha bitishi azizlar 5 million so'mga shu ishlarni bajarib berdik hozir bu yerda. Faqat shu devoriy atachentu va venetsenka, shu tilla molga qo'yib berdik, ana tilla lenta qo'yib berdik. Shu ishlarimiz 5 million so'm bo'ldi. Bu yerda ustalarimiz shpagolovkalarni tortib, tegalarni yopishtirib, polностью tayyorlab qo'yishgan ekan. Biz qolgan ishlarni bajarib berdik. Qumlar atachentularimiz Megamix firmasi atachentularidan, qumsiz atachentumiz ham Megamix firmasidan. Sifatni ko'ryapsizlar, mana Xudo xolasa chiroyli chiqyapti. Inshaalloh kimga atachentu kerak bo'lsa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa material kerak bo'lsa yetkazib beramiz, xizmat kerak bo'lsa o'zimiz borib xizmat qilib beramiz. Ventsenkalarni bitta baho berasizlar. Azizlar, bu ventsenkani 1 kvadratini 250 ming so'mdan xizmatini o'ziga qilib beramiz. 250 ming so'mdan. Agar ozroq kvadrat bo'lsa, uzoqroq joy bo'lsa, uni kelishiladi. Agar yaqinroqda bo'lsa, shu 250 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi ventsenkalarimiz. Atachentularimiz ham juda go'zal chiqqan. Ramkalar orasiga ozgina to'qroq bazaviy rang berganmiz. Patologda o'zi shu bazaviy rangni. Mana. Hozir bu yorug'lik ozgina kamlik qilyapti. Shuni hisobiga ko'rinmayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz.